Assalomu alaykum, men ismim Sherzod, men IPO Idol Burs kompaniyasining rahbari, ya'ni direktori bo'laman. Bizning kompaniya shu paytgacha Rolstavning darvozalarni, ehtiyot qismlarini yetkazib berib va ularning savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsa, 2024-yildan boshlab avtomatik sensorli eshiklar, fotosellik, seksionli darvozalar, gilyotina, pergola, karuselli eshiklar va boshqa avtomatik tizimlarni yetkazib berish va ularning savdosi bilan shug'ullanishni boshladi. Albatta biz bu mahsulotlarni Turkiyadan rasmiy olib kelib, ularni tayyor mahsulot sifatida sotish va mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida ehtiyot qismlarini ham savdosini yo'lga qo'yganmiz. Biz bilan hamkorlikni istagan barcha hamkasblarimiz uchun bizda ajoyib takliflarimiz mavjud. Bizning keyingi videolarimizda savdo menejerlarimiz tomonidan mahsulotlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi.